Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda shahar va tuman ichki ishlar bo'limlari rahbarlari tomonidan fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash, ularni qiynayotgan masalalarga o'z vaqtida yechim topish maqsadida muntazam ravishda shaxsiy va sayyor qabullar tashkil etib kelinmoqda. Shu maqsadda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati boshlig'i podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan fuqarolar uchun shaxsiy qabul o'tkazildi. Qabul davomida kadrlar bilan ishlash, xodimlarni xizmatga qabul qilish, xizmatni o'tash tartibi, ijtimoiy himoya, shuningdek ichki ishlar organlari faoliyati bilan bog'liq boshqa masalalar yuzasidan murojaatlar tinglandi. Har bir murojaat alohida e'tibor bilan o'rganilib, fuqarolarga amaldagi qonunchilik doirasida batafsil tushuntirishlar berildi. Bundan tashqari joyida hal etilishi mumkin bo'lgan masalalar yuzasidan tegishli ko'rsatmalar berilib, qo'shimcha o'rganish talab etiladigan murojaatlar nazoratga olindi. O'tkazilayotgan bunday qabullar fuqarolar bilan ochiq va bevosita muloqotni yo'lga qo'yish, ichki ishlar organlari faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, shuningdek xodimlarning xizmat faoliyati va ijtimoiy himoyasi bilan bog'liq masalalarni tizimli hal etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.